Hasan Husan prank 5-chi qism. Alo, assalomu alaykum. Salom aka. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmatulloh aka Ha, ishlayman. mashina ochishga to'g'ri qildimmi aka? O'zingizmi? Ha, nima qildi aka? Aka, biz vodiydan edik, mehmon edik. O'shanga mashina bilmadim, ochilmayapti, akkumulyator o'lib qolganmi bilmayman. Bluetooth qo'lingizdami? Ha, pul, ha, o'zimda ochmayapti-da, akkumulyator o'lib qolgan menimcha. Bluetooth ochilyapti mashinangiz? Tushunmadim. Bluetooth ochilyapti. Ha, ochilyapti, aka. Ha, bo'ldi, akkumulyator o'tirgan. Bo'ldi, aka, nomer tashlab yuboring, qayerga tarafdasiz? Mana bu Hayot gostinitsani shino stoyankasi yo'l bo'yida turibmiz aka. Bo'ldi. Aka, nomer tashlaysiz, xudo xolasa bir 15 minutda o'tamiz aka, sog'. Bo'ldi, hozir tashlayman aka. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Hasan urishib ketsa men qochaman. Hozir akaga lakatsiya tashlayman, lekin prankka birinchisi bo'ladi. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Profilda ham bundan qiziq videolar bor. Ha, ko'rdim. To'g'ri yuravering. Bor. Oka, Zaporojniga o'tdilar, oka. Vay, yomon bo'ladi hozir. Bezovta qilib qo'ymadimmi aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? O'zingiz ham kelar ekansiz, aka? Gap yo'q. Nima bo'ldi? Shu akkumulyator o'tirib qoldim bilib, aka, mashina ochilyapti-yu, zavat bo'lmayapti mashina. Akkumulyator. Qo'ysangiz aka. Ha, nomer ham yozib qo'yganman, o'zim nomimda. Aka. Bos qoraman. Boshqa o'tadi. Tez ochiladi, aka. Ha, magazindan so'pi olib kelib turaman, aka. Ana qilib turaverasizmi? Ha. Tushunmadim, nima qilasiz? Mashinamni oldi, aka. Mashinani oldi. Nima zavat qilasiz? Oldin nima ochib qo'ygansiz? G'alatiroqmisiz? Tushunmadim sizga. Nima qilganingiz bu? Kalit mana chizdirdi, o'zi puli. Ha, kalit o'zida bo'ladi ekanishni. Yo'q, akkumulyator o'tirib qoldi dedi. Tushunmadim, kuppa kunduz o'g'irlik qilibsizmi? Ichidagi pulga tegmadingizmi? Ichidagi puli qani buni? Nima baqirmayman, meni mashinamni qo'lab tashlayapsiz-ku. Aka, qarang, mashina ochishdagi bolamidingiz? Aka, bunaqa ish qilmanglar. Hozir men aka internetga qanaqa shu nima deyapsiz, aka? Magazindan chiqyapman, nima qilganingiz bu, aka? Internetga asl yuzingizni ko'rsatib qo'yaman, aka. Biz ham bilamiz kontent olishni. Erkak kishimiz. Akalar o'sha hamma bilgan mashina ochishdagi bola ko'rib olinglar. Mashinadagi pulim yo'q hozir. Qanaqa terpinglar? Men bu mashinasini qo'lab tashlayapsizlar. Menga qarang. Bu topasiz ichidagi pul bilmadimmi? Aka, mashina ochib bo'ldimi? Zani pul aka, qani? Nima bo'lsa? Men qarashlarim. Ne chopasiz? Yo'q, ham kamera. Video o'zga joylar orasida rost bo'lasiz. Aka, rostdan ham Zaporojda borib kontent uchun kelasizlarkanman men. Aka, rostdan ham Zaporojda keldilar borib. Aka, vodiyda qilardinglar, Toshkentda nima qilasizlar? Shu joyga like bosib qo'ymasanglar. Aka, hammasi chotki, joningiz sog' bo'lsin. Ko'rib quvonamiz. Yo'q, ko'pchilik yordam qilasizlar. Yo'q ekanlar. Hadi shu video o'tga joylasam rozimisiz aka? Lekin hazır qilmayman aka. Gap yo'q aka, joningiz sog'. Oladim ben Telefonim, telefonni ham o'g'irlayaptilar o'zi. Siz kamera yo'q. Telefon joylaymi, rozimisiz brata? Hadish kayfiyat uchun bu. Instagramga ko'pchilik va emotsiya video olib ko'p qo'yapti, xato qilyapti-da. Siz ham tushuntirmoqchi edim-da, xato qilyapsiz aka.
To'g'ri, emotsiyaga berilish kerak emas. Emotsiyaga berilish kerak emas. Qarasiz prank ekan bo'ldi. Qadrdonlar, kayfiyat uchun, kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Men cheryapti, lekin bor. Srochli bor, aka. Yelik qilishimiz kerak. Xudo xolasa aka, yurib tursa bo'ldi, olamiz bor. Bizning ovimizni Abdushi hamroh sevuvchilari Namanganda trendga chiqqan behamat suvlar aka. Yoqib qolsa do'kondan bemalol xarid qilib chaqib ichsangiz bo'ladi aka. Lekin mana bu Zaporojga kelganlar uchun bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Aka, urushib ketasiz deb o'yladim hozir. Yaxshi qilsa yaxshi bo'lar. Qo'li ko'p ishlash kerak. To'g'ri aka. Joningiz sog' bo'lsin, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Rahmat. روزی بود عاشق تو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما